Nima? Qo'y. Bir marta urdim. Bu ancha kuchliga o'xshaydi. Qiziq, meni darajam hozir qanaqa ekan? Status ochil. Janursan, yana oshib ketdi. Men ham 80 milliondan ortiq va barcha hayvonlarning dushmani va ajdarho qotiladigan unvonlarim ham bor. Men zodagon sifatida bu yerda qayta tug'ildim. Ammo ma'budlar menga 10-darajali himoyani berdi. Shuning uchun ahvolim hozir g'ayrioddiy. Lekin buni hammadan sir tutishimiz kerak. Anime Telegramdagi Anivro kanali uchun maxsus buyurtma asosida o'zbek tiliga o'girildi. Homi Kenzo. Qayta tug'ilgan aristokratni misli ko'rilmagan sarguzashtlari. Qirollik poytaxtiga 2 yildan keyin men o'zimni e'lon qilish uchun qirollik poytaxtiga yo'l oldim. Bu barcha zodagonlarning farzandlari o'tish kerak bo'lgan narsaga o'xshaydi. Aytgancha men 10 yoshga to'ldim. Sen bilan birgalikda poytaxtda yashashimizdan juda xursandman. Sen kirish imtihonlarini topshirishing va maktabga borishni boshlashing kerak. U 12 yoshida maktabga borishni boshlaydi. Shuning uchun bu hali erta. Rene opa, siz maktabni boshlashni intiqlik bilan kutyapsiz, to'g'rimi? Men maktabga kirish imtihonida birinchi o'rinni egallayman va sen opang bo'lishga loyiqligimni ko'rsataman. Men sizga ishonaman. Dada, poytaxtgacha qancha vaqtda yetib boramiz? Ha, taxminan bir hafta. Bizga hech qanday hayvon hujum qilmasa, tushunarli. Men qo'riqchilarga yordam berish uchun har qanday hujumdan ehtiyot bo'lib turishim kerak. Qidirish. Dada, yomon xabar. 3 kilometr oldinda jang bo'lyapti. Nima? Shuncha masofadan ham his qilyapsanmi? Ha. Bir necha o'nlab yirtqich hayvonlar 10 kishining atrofini qurshab olishgan. Biz shoshilishimiz kerak. Tezroq. 3 kilometr oldinda odamlarga yirtqich hayvonlar hujum qilyapti. Ikkalangiz u yerga shoshiling. Xo'p. Dada, ular o'z vaqtida yetib borisholmaydi. Men ham borishim kerak. Kayn, nima qilyapsan? Bu xavfli. Hammasi joyida. Axir siz menga 2 o'qituvchi yollagansiz-ku. Kayn! Shamol sehri! Kuchaytirish! Kayn! Bu nima edi? Shamolmi? Qushmi? Kayn-kun, o'zingni ehtiyot qil. Bu furgonda qanday qilib bo'lsa ham himoya qilinglar. Malikam, yordam beraman. Havo qilichi. Bolakay, sen bu yerda bo'lmasliging kerak. Havo o'qi. Havo qilichi. Bunday masofadan qila olmayman. Sehrli sirlarga ham zarar yetkazishi mumkin. Va oxirgi sensan. Olovli qilich.
Ahvolingiz yaxshimi? Bu furgonga yaqinlashma. Joyingda tur. O'zimni tanishtiray. Men Garm fon Silfordning 3-o'g'liman. Ismim Kain fon Silford. Silfordning o'g'li? Ahvolingiz yaxshimi? Biz Grassian ritserlarimiz hozir. Kainmi, bu yerda nima qilyapsiz? Va barcha yirtqich hayvonlar o'lganmi? Dahshatli. Ahvolingiz yaxshimi? Malika. Iltimos gapirmang, men shifobaxsh sehrdan foydalana olaman. Hammangizni davolashimga ruxsat berasizmi? Siz kimsiz? Birinchi tuzalib oling. Davolovchi hudud. Nima bo'ldi hozir? Endi esa dam olib, qonni ko'paytiradigan ovqat yeyishga harakat qiling. Men tanangizdagi qonni ko'paytira olmayman. Va ularga ham yordam bera olmayman. Siz kim? Siz Garm fon Silfordman. Men bu aravaga yordam berish uchun keldim. Hamma yaxshimi? Kain. Nega birdan sakrading deb hayron bo'lgandim. Qanday dahshatli. Ha, shunday. Tafsilotlarni keyinroq aytarsizlar. Bu belgi. Santana Duke oilasiga tegishli bu. Ular xavfsizmi? Bu axir. Hech shubhasiz. Malika Telestia va Silk Sama. Xavfsiz ko'rganimdan xursandman. Malika va Gersogning qizi? Janob Silford. Biz xavf ostida qolganimizda yordamga kelganingiz uchun rahmat. Va haligi nima? Yonimdagi bola Garm fon Silfordning 3-o'g'li. Meni ismim Kain fon Silford. Malika Telestia va Silk Sama ikkingizni ham xavfsiz ekanligingizdan xursandman. Teles. To'satdan taklif bildirganim uchun uzr. Ammo fikringizni tinchlantirish uchun sehrdan foydalanishimga ruxsat berasizlarmi? Ha, iltimos. Dam olish. Bu nima o'zi? Yuragim yengillashyapti. Og'riq ham, charchoq ham ketdi. Yuragim. Rosta ham rohatlayapmiz. Kain-sama. Shu yerdaman. Kain-sama. Mening ismim Telestia Terresford. Bizni bu xavfdan qutqarganingiz uchun kattakon rahmat. Hayotimiz shu yerda tugaydi deb o'ylayotgandim. Mening ismim Silk fon Santana. Menga ham rahmat aytishga ijozat bering. Men sizni furgon oynasidan ko'rdim. Sizni bo'rondek sehrli kuchingiz va qilish mahoratingiz ham ajoyib ekan. Uni qo'li meniki. Yo'q, meniki. Unday bo'lsa, ha, men mana busini, men bunisini. Voy, Kain-sama, nega bu yerga keldingiz o'zi? Men shunchaki qirollik poytaxtiga ketayotgan edim. Men o'zimni e'lon qilish uchun yerda bo'lishim kerak. Qanday tasodif. Biz ham o'zimizni e'lon qilish uchun u yerga ketayotgan edik. Agar qarshi bo'lmasangiz, biz bilan davom eting. Ha, shunday qilamiz. Biz yolg'iz o'zimizni xavfsiz his qilmaymiz. Dada! Juda tor. Judayam tor. Nega katta furgonda aynan shunday o'tirishimiz kerak? Kechirasizlar, men mana bu tarafda o'tirsam bo'ladimi? Buni ilojisi yo'q. Men hali ham qo'rqyapman va yonimda bo'lsangiz o'zimni xavfsiz his qilyapman. Bu adolatda emas, men ham. Kain-sama. Iltimos qilaman, meni Teles deb chaqiring. Yo'q, men Malikani bunday deb chaqira olmayman. Xuddi shunday meni ham. Silk deb chaqiring. Men Gersogning qizini. Teles. Silk. Nima? Axir hozirgina tanishdik-ku. Teles, xo'pmi? Silk, xo'pmi? Ha, Silk xonim va Malika Teles. Malika kerak emas. Teles. Xo'sh, endi esa meni.
Silk xonim emas. Silk, shunday. Xalaqit berganim uchun meni ma'zur tutasizlar. Biz Renoma shahriga yaqinlashyapmiz. Tushishga tayyorgarlik ko'ringlar. Sen bularni hammasini sen ko'rdingmi? Ha, bu yaxshi emas. U yerga yetib borganimizdan keyin birozgina dam olamiz. Siz ham biz bilan dam olasiz, to'g'rimi? Kayinsama? Xo'sh, yana ertalab yana ko'rishamiz. Nega ertaga? Tuni bilan birga bo'lishimizni xohlayman. Hali ham qo'rqyapman. Men bilan birga qoling. Men ham Kayinsama bilan bitta xonada qolishni xohlayman. Menimcha bu yaxshi. Haqsan. Yoshingiz endigina unda bo'lsa ham qizlar va o'g'il bolalar bir xonada bo'lishi biroz nomaqbul. Lekin bugun sodir bo'lgan dahshatli voqealar xayolimdan chiqmayapti. Agar tunda ham yirtqich hayvonlar bizga hujum qilsa, nima qilamiz? Lekin biz shahardamiz-ku. Ajdarho hujum qilsa, nima qilamiz? Shunday bo'lsa sizlar uchun xizmatkor. Meni Kayinsama himoya qilishini xohlayman. To'g'ri. Kayinsama bu yerdagi eng kuchlisi, shunaqa emasmi? Ha, shunaqa, lekin demak hammasi hal. Kayinsama, buni xohlamaysizmi? Kayinsama, buni xohlaysiz, shunaqami? Ha, yaxshi. Agar mehmonxonada kattaroq xonani olsak, qo'yi, Kayinsama bilan birga qolamiz. Donolik bilan harakat qil. Esingda bo'lsin, sen 10 yoshdasan. Yaxshi. Xo'p. Kayinsama. Telegramdagi Anibro kanali uchun maxsus. Haligi Kayinsama, sizni yoningizda yotishimga qarshi emasmisiz? Men ham Kayinsamani yonida yotmoqchiman. Unday bo'lsa, Kayinsama o'rtamizda yotishiga to'g'ri keladi. Ha, men topdim. Men divonimni yaqinroqqa siljitaman. Adolatdan emas. Unda men ham yaqinroqqa suraman. Biz hozir xuddi juda yaqin oilalar kabi yonma-yon yotibmiz. Kayinsama. Hoy, bir soniya, shoshmay turinglar. Yotog'inglarni avvalgi joyiga qaytara olmaysizlarmi? Ammo tun qo'rqinchli. Agar yirtqich hayvonlar bizga hujum qilsa-chi? Lekin men shunchaki sizga ozgina bo'lsa ham yaqinroq bo'lishni xohlardim. Ikkalamiz juda ham yaqin bo'lganimizda uxlay olmaysizmi? Yo'q, gap bunda emas, lekin unda yoningizda uxlashimizga ruxsat bering. Bu yerda ikkalamiz bilan uxlay olmaysizmi? Mayli ko'ndirdinglar. Mayli, hammamiz birga uxlaymiz. Qo'ying. Lekin bunday yotsa, men rostdan ham stressga tushib uxlolmayman. Kayinsama, yaxshi dam oldingizmi? Yaxshi dam oldingiz-a? Yo'q, bunday holatda uxlashimning ilojisi yo'q edi. Shunday qilib, men keyingi bir necha kun uxlay olmadim. Lekin guruhimiz bir necha kun sayohatdan so'ng va nihoyat poytaxtga yetib keldik. Demak, bu poytaxt ekanda. Rahmat. Zot oliyalari, sizni sog' ko'rganimdan xursandman. Nimaga uni qo'lini ushlab oldinglar? Bu siz o'ylagandek emas. Ular shunchaki juda ham qo'rqib ketishgan edi, shuning uchun. To'g'ri, Kayinsama bizni himoya qildi. Kayinsama bu yerdagi eng kuchlisi. Tushunarli. Demak, siz Kayinmisiz? Tushunarli. Demak, bu sizsiz. Men qirollik ritsarlik ordeni qo'mondoni o'rinbosariman, Din von Gassart. Ritsarlar menga hamma narsani tushuntirib berishdi. Zot oliyalari, Vasilksamani himoya qilganingiz uchun rahmat. Va jangda halok bo'lgan ritsarlarni olib kelganingiz uchun ham ularning oilasi nomidan minnatdorchilik bildiraman. Rahmat. Shu yerda olsam bo'ladimi? Odatda biz ularning narsalarini olib kelib, tanalarini o'sha yerda yoqib yuborgan bo'lardik. Lekin siz tufayli biz ularni oilalariga qaytarishimiz mumkin. Daimsama. Bu ritsarlar 2 yosh xonimni himoya qilish uchun 50 ta o'rkka qarshi mardonavor jang qilishdi. Sizdan iltimos qilaman, men ularni ritsarlarga ham, qaytishini kutayotgan oilalarga ham aytib beraman. Siz tufayli ularni o'limi ham bekorga ketmadi.
Mayli, men ketishim kerak edi. Bir soniya shoshmang. Siz aslida hozir qirol bilan uchrashishingiz kerak. Nima? Poytaxtga kelishim bilan qirol bilan uchrashishim kerakmi? Bu hammasi nima uchun? Boshingizni ko'taring. Xo'p. Bu yerga sayohatlari davomida Malika Telestia va Miss Silk von Santana ularga 50 dan ortiq ork hujum qilishdi. Bu orklar armiyasi edi, hatto yuqori darajadagi ork qo'mondoni ham bor edi. Tinchlaning. Keyin bu yigit Cain von Silford. U barcha orklarni bir o'zi qirib tashladi. Va jangdan keyin shifobaxsh sehr bilan yarador ritsarlarni davoladi. U hatto bizni mardonavor halok bo'lgan ritsarlarimizni o'z uylariga qaytardi. Nima, shu bo'lami? Bir o'zi? Shunday qilib janob oliylari uni taqdirlaydi. Siz juda ham ajoyib ish qildingiz. Siz u yerda bo'lmaganingizda Telestia ham Silk ham omon qolmas edi. Shunday qilib, Cain von Silfordga baron unvonini beraman. Nima? Baron? Va 10 platina tanga va shaxsiy saroy beraman. Bo'lishi mumkin emas. 10 yoshli bolaga baron unvoni va unga saroy hammi? Bir daqiqa shoshmanglar. 10 yoshli bolaga baron unvonini berish ahmoqli. U axir bir mishqi bola bo'lsa, bunga qo'shib platina tanga. U haq, men ham bunga qarshiman. Birdaniga baron bo'la olmayman. Jambo Korjino, o'sha orklarni hech bo'lmasam bittasini bir o'zing yanga olasanmi? Yaxshi. Eshit, Korjino. Bunday iqtidorli bolani kerakmas pozitsiyada ushlab turishni nima keragi bor? Qarorim qat'iy. U o'zgarmaydi. Tushunarli. Cain von Silford. Sen qabul qilasan yoki yo'qmi? Menda boshqa tanlov yo'q, shunday emasmi? Minnatdorchilik bilan qabul qilaman. Yaxshi, yig'ilish shu bilan tugadi. Ammo sen uchun emas. Meni qabulxonamga kir. Ha, tushunarli. Seni baron qilib tayinladi deb kutmagan edim. Sen meni 3-o'g'limsan, lekin birinchi bo'lib unvon olding. Men hozir ham haligi narsa uchun rahmat, endi qaytarib oling deya olmayman. Kutganingiz uchun rahmat. Bu rasmiy uchrashuv emas. Bemalol o'tiring. Cain, birinchi navbatda senga rahmat aytmoqchiman. Kattakon rahmat. Zot oliylari. Telestia menga hamma narsani aytib berdi. Cain kun, menga ham rahmat aytishga ijozat bering. Men Silkning otasi Erik von Santana Malbek. Qilgan ishingiz uchun sizdan minnatdorman. Iltimos qilaman, hammangiz boshingizni ko'taringlar. Men shunchaki orklar hujum qilgan odamlarga yordam berishga oshiqdim xolos. Lekin men shoh sifatida emas, ota sifatida minnatdorchilik bildirishim kerak. Rahmat. Cain. Endi kelajaging haqida gaplashamiz. Men uni shunchaki kuchsiz orklarga qarshi chiqib, ularni omadi kelgani uchun yengdi deb o'ylayman. Sehrgarlik va qilichbozlik ma'budalari himoyasiga ega ekanligichi? Bu saltanat shunday iste'dodli bolani tashlab qo'yadigan darajada ahmoq emas. Shunga men uni baron qildim. Senga rasmiy ravishda to'lanadi. Axir saroyingga qarashing kerak. Agar zodagonlik haqida savol bo'lsa, garimdan so'ra. Kattakon rahmat. Yana bir muhim masala bor. Qizim Telestiani qo'lini so'ramoqchi emasmisan? Meni qizim Silkni ham. Nima? Albatta sen balog'atga yetguningcha rasmiy nikoh bo'lmaydi. Shunchaki hozir unashtirib qo'yamiz. Unashtirib qo'yamiz, lekin nimaga? Ishonchim komil, sen buni tushunasan, Cain. Yodingdan chiqarganingni aytma. Axir sen ular bilan bir aravada qo'l ushlashib kelding.
va hattoki ikkita turmush qurmagan qiz bilan birga o'tding. Endi nima bo'lishini tushunyapsanmi? Ularni endi hech kim kelin qilib olmaydi. Men buni qilmoqchi emas edim o'zi. Ular yoki nima, senga qizim yoqmaydimi? Men buni aytganim yo'q. Biroz orqaga qaytamiz. Magna, bu Kain degan bolani nima qilsak bo'ladi? Yaxshi. Unga baron darajasini berib, uni qo'llab-quvvatlashga nima deysiz? Unga saroy berib, unga yaxshi haq to'lasak, uni aslida kim ekanligini bilib olamiz. Tele, sil qizlarim, sizlarni bu qutqargan bola hayratda qoldirganini eshitdim. Beringiz uni, xotini bo'lishingizni xohlayman desam, nima deysizlar? Uning kelini bo'lishni xohlayman. Bu Kain degan bola shunchalik jozibalimi? Unda qaror qildim. Men bu Kain degan bolani shu shohlikda olib qolaman. Hozirgi vaqtga qaytamiz. Unga uylanasan, to'g'rimi? Sen bu mas'uliyatni bo'yningga olishing kerak. Kechirasizlar, ishlar juda ham tez bo'lib ketyapti. Lekin bunday ahvolda men yo'q deb ayta olmayman, to'g'rimi? Nima qilishim kerak? Kain sama. Kain kun. Tushunarli. Men unashtiruvni qabul qilaman. Uni roziligini oldik. Sizlarchi? Ha, uchalamiz birga uxlagan tunlarni hech qachon unutmayman. O'sha tun hali ham meni ko'z oldimda turibdi. O'sha tun uchalamiz birga uxlagan kechalar. Kain kun. Bu shunchaki yotoqlar joylashuvi edi. Yotoqlar joylashuvi. Menimcha hozir meni o'ldirib yuborishadi. Kain kun. Odob qoidalarga rioya qil. Meni kechiringlar. Telegramdagi Anibro kanali uchun maxsus buyurtma asosida o'zbek tiliga kirildi. Fomi Kenzo. Ikkita go'zal qizcha bilan unashtirilgani haqida nima deya olasan? O'shandan keyin podshoh meni chaqirib, o'g'ling nima xotinbozmi deb so'radi. Kain kun. Kain. Kechiringlar, boshqa hech qachon xotinboz bo'lmayman. Talisman, Silkman. Keyingi qism qirollik poytaxtida birinchi marta.